Buni kech qolganini qara, endi qachon keladi bu yaramas. Keldingmi? Janob, keldim. Mana. Nima bu? Merni o'g'irlab chiqdim. Mana shu bochka ichiga solib. Nima qilasan merni o'g'irlab? Jinnimsan? Evaziga pul so'raymiz, pul bersa qaytaramiz deymiz. Zo'r o'ylabsan. Davay, unda ketdik. Davay, merni ol, ko'tar. To'xtang, yetib olay. Tez yuguray. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Joha va sizlar meni yangi videomdasizlar. Karochda jigarlar, kanalga obuna bo'lish degan tugma tufasida bitta bo'lsa 6 ta kanal chiqadi, hammasiga obuna bo'ling, videoga like bosing va biz videoni boshladik. Karochi men hozir yangi yil kelyapti, bilasizlar, bayram. Mana bu yerni bezatmoqchiman, lekin hali bezak olib kelganim yo'q. O'shaning uchun bezak olib kelishim kerak, ammo menda bezak uchun pul yo'q. Attiga $1000 bu hech nima emas. Ya'ni $1000 degani bilan bu $1000 emas, bu $1000 mingdan bir qismi, yo'q, mingdan 10 qismi. Tak, ashunaqa. Karochi, ana endi polizda ishlash kerak. Juda ham zerikib ketdim, to'g'risini aytsam. Stop, bu yerdagi zaborni kim buzib ketdi? Voy, yaramas jetellar borib endi bir ikkita daraxt olib kelib zabor yasab bu yerga zabor qo'ymasak, bo'lmasa uyimga kirib olaveradi hammasi. Tak, mer ham adashmasam menga daraxt olib kelib ber degandi. Merga ham aytishim kerak o'rmonga ketayotganimni va qancha daraxt olib kelishimni so'rashim kerak. Mer uyida edi, adashmasam. Mer qani? Stop, mer qani? Mer eshikka chiqib ketgandir. Keyinroq kelaman, karochi. Hozir borib o'zimga yetarlicha daraxt olib kelay, keyin kelib merni yoniga karochdak o'sha ya'ni daraxt olib kelaymi yo'qmi deb so'rayman-da, evaziga pul olaman-da. Pulga bezak, yangi yil bezagi uchun karochi pul ishlab olaman. Xo'sh, okey, nechta daraxt kerakligini aynan bilmayman. Menimcha mana shu 4 ta yetib qolsa kerak. Uyim qayerda edi? Uyimda qotib qo'ysam, tasavvur qilinglar, uysiz qolib ketsam. Og'ay, unday yomon niyatlar qilmasligim kerak. Uyim qayerda edi o'zi? Mana bu yerda ekan. Xo'sh, tak. Voy, jetel, qandaysan, yaxshimisan? Karochi, men yangi yil ham kelyapti, lekin hali hamon qor yoqqani yo'q. Bilmadim qachon qor yog'arkan. Yo'qib qolar. Kutaylikchi, qor yoqsa zo'r bo'lar. Qor bo'ron o'ynardik. Jetellar bilan jetellarni basharasiga qor bilan urardim. Nima bo'lishini bilmadim. O'zi bilardi ular nima bo'lganini. Tak, xo'sh. 1 2 3 ta yetar ekan o'zi. 3 donasi yetadi menga. O'zi 2 tasi yetadi mana. Tak, chotki bo'ldi. Ana endi merni yoniga boramiz. Menimcha uyiga qaytgan bo'lish kerak mer. Agar uyiga qaytmagan bo'lsa ham uyga qaytaramizmi, nimadir qilamiz. Karushdek borib topib kelishim kerak. Mer lekin odatda bunaqa vaqtda uyda bo'lardi. Tak, tezroq borish kerak merni uyiga. Lekin mer bilmayman, bunaqa vaqtda doim uyda bo'lardi. Hali ham kelmagan. Obbo, balki uxlayotgandir. Yo'q, to'shagida hech kim yo'q. Va mana bu yerda shkaflari bor ekan. Bahonada titib olay hamma joyda. Kartoshka, go'sht va yana kartoshka. Bu qanaqa narsa bu? Bloknotmi? Bandit. $1000 ber va merni ol. Mer hozir qayerda? Stop. What the? Mer yo'q. Yo'q. Menda $1000 yo'q. Qayerdan? Stop. Senlarda $1000 yo'qmi? Bizga qayerda $1000 bo'ladi? 1000 so'm ham yo'q. What the? Qayerdan topamiz? Merda bandit o'g'irlab ketibdi. $1000 bermasak merni qaytarmas ekan. Bilmadim, endi 1000 so'm pul bor. Agar kerak bo'lsa berib turishim mumkin. Yo'q, 1000 so'm bo'lmaydi. To'xtanglar, men pul topmasam bo'lmaydi. Va bratan, menga ish kerak, $1000lik ish yo'qmi sizda? Ishda iti bor. Aylanib kel, zo'r ish bor. Mayli, hozir boraman. Kakraz o'zi menga $1000 kerak bo'lib turdi. Ish bo'lsa juda ham yaxshi ekan. Ochilib ketdi, buni qo'limdan bosh. Yo'q, bunaqa qil. Xo'sh. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Hozir boshqacha ovozda gapirayotgandingiz-ku? Men nima qishloqlarning ovoziga o'xshatayotgandim. Tushunarli. Oho, yangi yil sovg'alari kelibdi-ku. Olib keldim. Juda ham zo'r qilibsiz, lekin qoyil dahshat. Mana bu qanaqa? Karochi, nimadir demoqchi edim. Ish bor degandingiz. Qani ish? Qanaqa ish bor? Karochi, sandiqni ochsang, $2.5 turibdi. Bir stakini olasanda borib, mebelchidan yangi yil mebellarini sotib olib kelsanda, meni uyimni bezatib berasan. Shunda men senga $1000 beraman. Bo'ldi, davay. O'zi kakras mana shunaqa ish kerak edi. Bir stak oldim. Bo'pti, biratan hozir olib kelaman borib. Menimcha bo'lish kerak. Yo zakaz qilish kerakmi-kan? Yo avvallari zakaz qilardik olib kelib berishi uchun. Hozir menimcha shunchaki bering desam berishi ham mumkin, chunki yangi yil oldi ko'proq olib kelib qo'ygan bo'lishi ham mumkin-da.
Tak, assalomu alaykum janob. Va alaykum Joha, nima gap? Короче, menga yangi yil bezaklari juda ham ko'p kerak. Bo'ldi, bir stak yarasha bor o'zi. Ha, o'zi bir stak dollar olib kelganman mana. Tak, qancha bor? Mana shu ikkita shkafning ichidagi hammasini ol. Aha, tak, archa. Stop. Archa, jon archa. Yaproqlaringning nacha. Tak, okey. Bo'pti, bratan, sog' bo'ling. Mayli, kep tur. Aha, bo'pti. Tak, o'zi kep turib nima qilaman o'zi? Yangi yil bir yilda bir marta bo'lsa, men 10 marta kelib yangi yil uchun bezak olib ketmayman-ku. Tak, endi bu narsalarni qayergalargadir qo'yib berish kerak. Birat olib keldim. Bezayman endi xonangizning ichini ham hamma joyda. Davay tezlash. Aha, tak, mana bunaqangi narsa bor ekan, 7 ta ekan. Tak, 1 2 3 tak, bu tashqariga chiqib ketyapti. 4 5 6. To'xta, tushib ketdik sovg'a. Sovg'ani tak, qayerga qo'ysam bo'ladi mana brat? Sandiqqa solib qo'y. Aha, mayli. Tak, sandiqqa solib qo'yamiz. Xo'sh, mana bunaqadan bitta ortib qoldi. Bunisi qani? Yo'qolib qoldi. Tak, eshikka qo'yiladigan narsa. Buni eshikka qo'ymaymiz lekin. Buni tak, mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Chiroyli turadi. Bo'ladi. Qorbobo bor ekan, bitta qorbobocha. Uni qayerga qo'yay? Bilmadim, uni ham qayerlargadir qo'y. Aha, tak, to'xtang, avval mana bu narsani joylashtirishim kerak. Qandilmi bu? Ha, qandil ekan. Yo'q, bu g'alati qandil ekan. To'xtang, buni mana ustiga qo'yish kerakmi yoki boshqa joyga qo'yish kerakmi bilmadim. Yoki yerga qo'yish kerakmi? Yo'q. Mana shu yerga qo'yib qo'yaman, menimcha yaxshi turadi. Normal turdi. Tak, sovg'alar. Buni archantaga qo'yish kerak. Bo'pti, archa katta ekan, archani eshikka qo'yaman. Mana shu yerga sig'am ekan katta archa, shu edimi? Gigant archa. Mana daraxt oldiga vobshe g'alati bo'lib qoldi lekin to'g'risi. Tak, bu qorbobachani qo'yish uchun mana bu yerda bir ikkita shoxchalarni sindirish kerak. Bo'lmasa qorbobocha sig'maydi bu yerga. Mana qorbobo. Qorbobo bor, qor yo'q lekin. Xo'sh, buni qayerga qo'ysak bo'ladi? Lekin yo'q, ichkariga qo'yamiz yaxshi, chunki qishloqlarda yomon odati bor, olib qochib ketishi mumkin. Tak, mana o'rtaga qo'ysa bo'ladi. O'rtaga bo'lib qoldi, bu g'alati bo'lib qoldi. Buni olib mana shu yerga hozir qayerga qo'ymoqchi bo'ldim. Ha, mana bu yerga qo'yamiz. Tak, yana nima bor bu yerda? Ha, mana bunaqangi chiroqlar bor. Buni eshikka qo'yamiz, chiroyli qilib, do'konni oldi o'ta go'zal bo'lib turishi uchun. Tak, va okey, yana shuncha bor hali. Bunchani qayerga joylashtirib chiqishim mumkinman? Tak, do'konni bu tomon yo'q, u yoqqa qo'ymayman. Tak, 2 qator qilsamchi? 2 qator qilib chiqaman. Davayt, men bu yerdan bir qator terib chiqaman. Okey. Tak. Okey. Okey. What? Stop. Buni sindirib ol. Bu yoqqa nimaga bunaqa g'alati bo'lib qoldi? Mana ustiga qo'ysa bo'lar ekan. Bo'lmas ekan. Bo'lar ekan. Okey, mana cho'tka. To'ytgani mana bunaqangi narsadan ham bor ekan. Buni qayerga qo'yaman? Boshqa qo'yadigan joyim qolmadi o'zi, bratan. Mana bu yerda joy bor ekan. To'xtang, mana shu yerlarga qo'yib chiqaman. Siz yoningizda chiroyli bo'lib turadi. Tak, chang'ini eshikka qo'yamiz. Mana bu qorboboning yoniga. Qorbobo uchib kelgan bo'ladi-ku baribir. Tak, okey, cho'tka. Bu yerda yana bitta archa bor ekan. Bu gigant archa ekan. Buni qo'yish uchun joy, normal joy topish kerak. Tak, mana o'sha joy. Ikkalasi bir xilmi? Yo, 2 xilmi? Bilmadim. Bunaqa archacha ham bor ekan. Buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va bitta bunaqangi narsa bor ekan. Nima ekan bu? Qani? O't ekan bu, oddiy o'tcha ekan. Buni masjidga qo'yib qo'yamiz. Mana chotk. Ko'rdingizmi, bratan? Bu siz uchun qanaqadir zo'r narsa. Короче, bezatib bo'ldim. Gap yo'q, zo'r qilding. $1000 olishing mumkin sandiqdan. Aha, bo'ldi, tak. $1000. Bo'pti, brat, sog' bo'ling, $1000 oldik. Endi bu pullarni qayerga qo'yish kerak ekan? To'xtanglar. Balki merni uyiga yetib qo'yishim kerakdir yoki boshqa joyga ham bilmadim. Xo'sh, mayli, merni uyiga joylashtirib qo'ya qolaylik. Menimcha mana shu sandiqni ichiga qo'ysam bo'ladi. Telefonni qo'yib yuboribman. Tak, mana shu ikkalasini qo'yamiz. Telefonni bu yerga olib qo'yay. Tak, hatto nomer bor edi aytgancha, o'sha nomerga telefon qilayda. Tak. Alo, nima gap? Kim bu? $1000 evaziga merni qaytaramiz degan ekansizlar. $1000ni merni sandig'iga solib qo'ydim. Merni olib kelib qo'yib, pul olib ketishinglar mumkin. Bo'pti, hozir. Yo'q, hozir emas, kechqurun. Ha, mayli, bo'pti. Tak, kechqurun deyishdi. Ungacha men o'zim ishlarimni qilishim kerak. Kechqurun bo'lgandan keyin mer qaytib kelsa kerak. Endi qaytarami, merni qaytarmaydimi, to'g'risi bilmadim. Men Porzimga ko'zal aytiraman. Shu yerga taylib qo'ygan sabzingni olimdan ko'ra bor yaramas. Ikkita o'p keladi. Yo'qol ikkalang ham. Tak, ana endi kech bo'lishini kutishim kerakman.
kutaman nayloj. Ungacha polizimdagi ishlarni qilib olay birdaniga. Polizimdagi ishlarni qilib bo'lgandan keyin borib mer bilan gaplashib kelaman kagras. Agar mer joyiga qaytgan bo'lsa, endi mer qaytmagan bo'lishi ham mumkin-da. Chunki o'zingizlar bilasizlar, merni ular o'g'irlab ketgan. Endi qanaqa o'g'irlagan bilmadim. Qopga solib ketganmi, boshqaga solib ketganmi? Endi sizlar ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyga yozib qoldiringlar merni qanday o'g'irlaganini. Men bir ko'rganim yo'q to'g'risi. Sizlar ko'rgansizlar aniq. Chunki videoning boshida o'g'irlab ketadigan sahna bo'lgan. U vaqtda men uxlab yotgan bo'lganman. Tak, xo'sh. Bo'ldi, kartoshkalarni eksak va sabzini ham ekamiz. Ana endi hozir merni uyiga boramiz. Menimcha mer qaytib kelgan bo'lishi kerak. Xo'p, bu narsalarimni voy sandig'imga joylashtirib olay. Sandig'im mana bunaqangi sovuq uslubidagi sandiq bo'lgan. Xo'p, ana endi ketdim merning yoniga. Tak, merni uyiga da mer kelibdi. Voy, qishloqlar, nima bu yerda aylanib yuribsanlar? Mer uyiga qaytibdi, shuni ko'rishga kelgandik. Mana o'shani ko'rish kelyapman. Qochib tur, mer yoniga kiray. Yo'qolay, sen bilan savdolashib o'tiramanmi? Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum. Jo'g'a, senga kattakon rahmat. Sen sababli mana meni banditlar qo'yib yuborishdi. Nimaga o'g'irlab ketishgandi o'z sizda? Shu pul evaziga pul olib keyin meni qaytarib berishmoqchi ekan. Keyin sen pul beribsan, keyin meni qaytarib berishdi senlarga. Tushunarli. Sizni u yoqqa qiynashmadimi? Nima qilishdi sizni u yoqqa borib? Hech nima qilishgani yo'q, bitta qorong'u xonada qamab qo'yishdi. O'zimni ham ko'rganim yo'q qorong'uligidan. Mayli, undan maza qilib dam oling, uxlamagan bo'lsangiz ham kerak-a? 24 soat uxladim bu yerda. Chunki aytayapman-ki, hamma yoq qop-qorong'i edi. Birorta ish ham qilib bo'lmasdi. Undaga mayli, men sizni chalg'itmay, yorug'likdan maza qilib nafas oling. Bo'pti, korotchi, men ketdim uyimga. O'sha kecham tushyapti.